Ko'pchilik bemorlar savol berishadi. Epilepsiyasi bor bemorlarga nimalar mumkin va nimalar mumkin emas? Epilepsiyasi bor bemorlar ham xuddi oddiy insonlar kabi hayot tarziga ega bo'lishadi. Ulardan deyarli farq qilishmaydi. Hamma ishni qilaverishi, oddiy insonlar kabi hayot kechishlari mumkin. Faqatgina sudurga bo'lgan paytda jarohat olishini oldini olish kerak. Buning uchun bemorlar baland joylarda, suvli havzalar oldida, olovli, tig'li, o'tkir tig'li narsalar bilan yoki elektr toki bilan ishlovchi ishlarda ishlamaslik tavsiya etiladi. Bundan tashqari, bemorni ishlaydigan atrof muhiti qattiq buyumlardan xoli bo'lishi kerak. Chunki bemor tutqanoq bo'lib qolgan holatda turli xil taraflarga yiqilishi mumkin. Qolaversa, bemorlarda tutqanoqni qo'zg'ovchi triggerlar ham mavjud bo'ladi. Ko'pincha bemorlar tutqanoqni qo'zg'atuvchi maxsus triggerlardan uzoqroq bo'lishlari kerak. Bunday triggerlarga kam uxlash kiradi. Bemorlar ko'proq uxlashlari kerak. Kam uxlashlik ham tutqanoqni qo'zg'atib yuboradi. Undan tashqari, shovqin, yorug'lik, miltillovchi yorug'liklar ham aksariyat bemorlarga parhez ham tavsiya etiladi. Ya'ni non ketaginik parhez buyuriladi, ya'ni uglevodli, xamirli mahsulotlardan, qo'zg'atuvchi mahsulotlardan, turli xil ximikatli mahsulotlardan uzoqda bo'lish ham ularga tutqanoqni kamaytirishga yordam beradi.